Qanchadan beri moliyaviy rahbar lavozimida ishlaysizmi? 15 yil. Unda menga 15 yillik hisobotlar kerak. O'zingizni kim deb o'ylayapsiz? Lamar Blackburn bilan qadrdon do'stmiz. Uni dastlabki mahsulotlarini hatto RadioShack firmasi ham sotib olishdan bosh tortganda u bilan yonma-yon turganman. Uni ruxsatsiz 1 sent ham ishlatmayman. Jahlingiz chiqyapti. Bunisi oshib tushdi. O'ziga xos suhbatlashish uslubingiz bor ekan, janob Wolf. Sizni Mansur Hakani tavsiya qilganda, u akam Lamarga sizni o'z ishining mohir ustasi deb aytibdi. Unga nima uchun kerak bo'lgansiz? Shuni bilmoqchimiz. Mijozlarni muhokama qilmayman. Men bu hisobotlar ustida oylab o'tirib, atigi 1 yilni hisoblab chiqa olganman xolos. Siz esa 15 yilni bir sutkada hisobladingizmi? Lekin qizig'i hali oldinda, e'tibor bering. Ular pul mablag'larini qalbaki firmaga yo'naltirishgan. Holbuki daromad o'sgan va o'sishdan to'xtamayapti. Xo'sh. 61 million 679 ming. Mayda-chuyda hisoblarsiz. Kimni o'g'irlagan? Taxminlar bormi? Aniqlayapman.